Xo'p, mana bu narsa nimaga kerak? Deshlamator bu. Sistema отоплениyaga qo'yiladi. O'zi bu narsani mana bunaqa magnitlari bor. Mana bunaqa. Mana. Bu sistema deganligi eski truba, temir trubali, cho'yan radiatorli sistemalarga qo'yiladi. Bu o'sha sistemadagi haligilarni zanglarni yig'ib oladi, temirlarni. Endi hozir shu bugun ham men tog'amlar telefon qildilar-da. Jiyan, uyimda o'tgan yil rosa ko'p rasxod bo'luvdi, qiynalib ketuvdim. Shunga bu yil eslab turib, yana ham asabim buzilyapti. Men bunaqa yangi katyollardan qo'ysam foyda bo'ladimi deydilar. Bo'ladi dedim. Mana shundan qo'yasiz, magnitligidan qo'yasiz dedim. Undan keyin kelajakda dedim, temir bundoq 100 talik radiatorlaringiz bor haligi, registrlaringiz. Ularni almashtirib mana bundan qo'yasiz, radiatorlardan dedim. Yana mazasini tushunib qolganingizdan keyin trubalarni, temir trubalarni olib tashlab plasmas truba qo'yasiz. Uni ham mazasini tushunib olgandan keyin uyingizni izolyatsiya qilishga boshlaysiz. Sekin-sekin qilib olsangiz yengil ko'chadi. Bo'lmasam birdaniga bo'lsa u shunchalik mazasi qochadi-yu. Mobodoga aloqaga chiqaverasizlar. Shular hammasi bor bizda. Salomat bo'linglar.